Germaniyada choyxona bugun navbat menda. Shuning uchun tayyorgarliklarim osh qildim. Mana shu O'zbekiston qozonida o'zimizni kapkirlar bilan mana shuncha xudo xohlasa osh ataylab go'shtini kamroq soldim chunki birorta o'zbek yo'q va yagona o'zbek menman. Bu yerda turk, arab, nemis hamma millatdan bor. Go'sht uncha solmaganim sababi ular bizchalik go'sht yemaydi. Va yana bu nemischa gap deylik, nemischa gapi asosiy talabi hamma o'zini bolasini olib borishi shart va u yerda hech kim telefon ishlatmaydi. Haftada bir marta qilamiz. Hamma faqat bola bilan o'yinlar o'tkazamiz, qo'shiqlar ayttiramiz, qisqasi bola bilan nimadir ko'ngilochar ish qilamiz. Biz o'zbeklarning gapiga o'xshaydimi? Xo'p, bugun tamada navbati menda edi, shuning uchun men tayyorladim. O'zi hamma har xil narsa olib keladi. Haftada bir navbati bilan. Lekin ko'pincha oddiy ko'p bo'lmagan narsa olib kelinadi. Faqat men shu bugun o'zimizning milliy narsalarimiz bilan borgim keldi. Va yana bu gapning asosiy farqi hech kim telefon ishlatmaydi. Umuman telefon phone free zone, telefondan ozod zona. To'g'risi agar shunaqa yig'ilish bo'lmaganda, farzandlarim uchun foydasi bo'lmaganda men risolat qildim. Men bu gapga bormasdim. Sababi bilmadim. Farzandi yosh bo'lgan onalar vaqtini to'g'ri tejashi, asosiy vaqtini farzandiga qaratish kerak va bu yerda bizga o'xshagan faqat ayollarni o'zini yig'ilib o'ylaydigan gapi yo'q. Nima deysizlar? Bizga ham shunaqa gaplar kerakmi? Xarajatlar kam, juda katta to'lovlar yo'q. Hamma narsa faqat farzandlarimiz uchun. Yoqadimi sizga ham shunaqa gaplar? Osh shunaqa yoqdi o'rtoqlarim deb qanaqa masala qo'shgansan deyishyapti. Masala nima ekan desam, har xil ziravorlarni qo'shimcha qorishmas ekan. Hech qanaqa masala yo'q, faqat zira qo'shganman xolos deyapman. Masala qo'shmasa ham osh shunaqa ovqatman, guruch shunaqa mazali chiqadi deydi. O'zbekning oshi shunaqa mazali chiqadi. Qisqasi retseptlarni so'rashdi. Retseptlari bo'yicha endi qilib ko'raman. Shu O'zbekiston oshini qilib ko'rishmoqchi. Ichida o'zbek plov deb qidirib pishirib qo'ygan arablarim bor ekan. Ko'rishganmanoq voy deb xursand bo'lib ketishdi oshni. Hammadan arablar o'ta ko'proq edi, shuning uchun men oshga ko'p yog' qo'shmasdan qilib bordim. Ular juda ko'p yog'li narsa yemaydi. Qarasam farzandlarim ham oshni indamay yeyishyapti. Uyda unaqa ko'p yeyishmasdi. Keyin hozir so'rasam, "Sen uyda ko'p yog' qo'shib yorarding. Mana shunaqa qilib yog'siz qilib ber uyda ham" deydi. Zo'r chiqibdi deydi farzandlarim. Men bu ham bitta tajriba, bitta o'rganish bo'ldi o'zim uchun.